Izohlarga e'tibor bermanglar deysizlar. Qanaqasiga e'tibor bermaymiz? Chunki bu izohlar bizni o'stiradi. Bitta muxlisimiz savol beribdilar. O'zi ko'rgazmalar o'tkazishdan asosiy maqsad nima? Kimga kerak? Nima uchun kerak? Shuncha ovoragarchilik. Ana o'sha savolga javob bermoqchi edim. Avvalambor ko'rgazmadan asosiy maqsad eng zo'r qo'ylarni aniqlash. Sohaga aloqador insonlarni birlashtirish, tajriba almashish, ko'proq vaqt boqish madaniyatini qaytarish, sohadagi vaziyatga baho berish va albatta asosiy maqsad aholini chorvachilikka jalb etish. Ko'rgazmada o'zi kimlar ishtirok etadi? Avvalambor albatta chorvadorlar o'zini o'sha boqqan qo'chqorlarni, qo'ylarni olib kelishadi. Ularga nima manfaat desak, agar ularni qo'y yoki qo'chqori g'oliblikka erishsa, uni narxi albatta oshib ketadi va atrofdagilar juda bo'lmasa bolasini sotgin deb bolalariga talab paydo bo'ladi. Ko'rgazmada seleksionerlar ham bo'ladi. Ular o'ziga kerakli bo'lgan qo'ylarni qidirib yurishadi. Uchinchisi, albatta bu ko'rgazmada xalq bo'ladi. Xalq nima manfaat topadi desa, kelajakda sifatli go'shtga erishadi, qo'y ko'payishi evaziga barqaror go'sht narxiga erishadi. Davlatchi desa, iqtisod o'sishligi, yangi ish o'rinlariga, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligiga erishadi. Undan tashqari sohaga aloqador boshqa soha egalari ham bo'ladi. Yem ishlab chiqaruvchilar, dori-darmon ishlab chiqaruvchilar o'ziga yangi mijozlar topish uchun bu ko'rgazmalarda ishtirok etishadi. Va albatta oxiri tashkilotchi. Endi tashkilotchi nima manfaat topishini to'g'risi hozircha men bilmayman, ochiq gap. Agar tushuntira olgan bo'lsam, menimcha savolingizga javob berdim.